Munosabatlarning boshlanishida bola bor e'tiborini qizga qaratadi. Mehrini ko'rsatishga bor kuchi bilan urinadi. Qachonki qizdan ijobiy javob kelgunigacha yigit va qiz orasida biroz yoqimli munosabat boshlanadi. Lekin o'sha kun keladi. Yigit kamroq e'tibor beradi, chunki u allaqachon qizga erishib bo'lgan. Qiz esa bittada buni payqaydi. O'zidan o'zi nimaga boladan bunday o'zgarish bo'lganini o'ylashni boshlaydi. Jarayonning bu tomonga og'ishidan qiz qo'rqa boshlaydi va o'zini sevgisini yanada ko'proq namoyon qilish yo'lini tutishga qaror qiladi. Va bum, bolaga bu prям yoqib ketadi. Cho'tta nimadir netto. Men unga kamroq mehr bersam, u ko'proq mehr beryaptimi? Xo'sh, davay. Unaqada yanada kamroq berib ko'raychi. Bu esa qizni yanada qattiq jarohatlaydi. Lekin qiz allaqachon bolani yoqtirib qolgan va endi qiz haligacha ularning munosabatlari boshlangan nuqtadagi voqealar bo'lishidan, boladan ko'proq mehr e'tibor olishni juda ham xohlaydi. Qarasa unda yagona yo'l bor. Yanada ko'proq sevgi bersam, u menga qaytadi deb o'ylaydi. Vaqtini, sevgisini, e'tiborini, xullas hammasini bola uchun sarflaydi. Jarayonni yoqtirib qolgan bolakay esa borgan sari dengizdan tomchiga qarab sevgisini kamaytirib boradi. Endi nima bo'ladi? Rollar almashadi. Qizga erishguncha bola barcha e'tiborini qizga bergan bo'lsa, ana endi o'sha qiz bola roliga o'tadi. Nima qilsin bechara qiz? O'zini sevgiga ishontirib qo'yganda, bunaqa vaziyatdan qanday qilib chiqib ketish mumkin? Agar bola mabodo e'tiborini kamaytirib qo'ysa bormi? Mana sizga oson usul. Shunchaki uni e'tiborsiz qoldiring. Yana barchasi boshdan boshlanadi. Xuddi siz endi tanishayotgan paytingizdagidek bolakay endi sizga bor e'tiborini bera boshlaydi. Chunki yo'q deb turgan qiz yigitlar uchun doim sirli va qiziqarli bo'lgan. Bu videoni sevgidan qiynalib yurgan yaqiningizga yuboring. Unga bu video juda zarur.